Cem avtosavdo bilasizlar, faqat obunachilarning o'ylagan holda narxlarni sindirishda davom etadi. Bu ko'rib turgan Matizlaringizni sizlarga chotki motorlari 2 oy oldu, hali toza remontdan chiqqan dedilar egalari. Mashinamizni Cem avtosavdodan 15 million so'm ishtirok etsangiz bo'ladi. Doğru eshitdirsizlar, bu eldinden to'lov emas, mashinaning o'zining tan narxi 15 million so'm. Nima deydi hurmatli obunachilarimiz? Cem avtosavdo bilasizlar-ku, men sizlarga avval ham aytganman, hozir ham aytaman, bir qadam eldinda yurmasak bo'lmaydi. 2005-yilda ishlab chiqargan mashinamizni kuzovlarida zang chiqib yotgan yerlar bor. Aytaman, aybi nerinde aybi bo'lsa aytaman, o'zingiz yaksa görüp alıp gelip alsanız da bo'ladi. Qaranglar. Bon taraflari chotki, oryan tarafında zang çürüyen yerleri bor. Alıp ishlatib bersangiz da bo'ladi. Yine. Maşinin yüşürlerinde azgina çürütüşen yerleri bor. Kreylerni kestirib taxlatib bersangiz da bu Matiz degan vajni zapchaslari libo yerda arzon. Bu mashinani yanashini ko'rsatamasizlar, qaranglar. Ne deydi hurmatli obunachilarimiz? Bu bir kilitda ham turibdi. Benzindan metandan yuradi, metana srokan bor. Xalasangiz generaldan isberladi, xalasangizlar afamina, hech qanday muammosi yo'q. Poliklar tashalgan, chexolli ustomka qilingan, Polix variantda aylanlar kompyuter, rullar gidrolika olib foydalansangizlar ham bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz. Biza realniy baholarni chiqaramiz. Boshqa yerlar bilan narxlarni solishtirib ko'rib olaveringlar. Tak, nereye geldik? 63 bin kilometre yürüyen de bu probeyken aytıp olmadan üçün dese tablo almışkandı belki işlem yıkandı. Az göğüstük olanı 63 bin kilometre. Metalları var 2005 yıl 15 milyon soma xarid kılsanızlar boladı. Telefon numarayla 90'lık 135 23 32 bu videonu Matiz'izle bilen danışıp yatıracak konular Cem avtosavdodan arzan narxta koyduk. Bir mod gelip xarid kılaversen maşin videolarımızdan köp.